huquqlarini hal etishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 2021 yil 5-martdagi (2020) son qaroriga muvofiq ayollar daftari, yoshlar daftari va kimir daftariga kiritilgan xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ularga ipoteka kreditlari bo'yicha boshlang'ich badalini to'lab berish va ijtimoiy uy-joylar sotib olish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi, respublika budjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy budjetlariga noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy-joy bilan ta'minlash, ota-onasidan yoki ularning biridan ayrilgan hamda yolg'iz onasi, yolg'iz otasi yoki boshqa shaxslar qaramog'ida bo'lgan, voyaga yetgan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash ko'zda tutilganligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31 martdagi 145 sonli qarori 2-ilovasi bilan tasdiqlangan ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi to'g'risidagi nizomning 5-bandida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlari va topshiriqlariga muvofiq ushbu nizomda nazarda tutilmagan boshqa maqsadlarga ham yo'naltirishini qayd etilgan. Bundan tashqari ayollar daftari jamg'armasi hisobidan uy-joyga o'ta muhtoj bo'lgan, nomida uy-joyi bo'lmagan, ijtimoiy og'ir ahvolga hamda tushkunlikka tushib qolgan 2 nafar fuqarolarni kelgusida davlatdan va jamiyatdan hamda davlatimiz tomonidan olib borilayotgan insonparvarlik va xalqparvarlik to'g'risidagi siyosatlaridan bahramand etish hamda ularni rozi qilish, hayotga va yashashga bo'lgan umidlarini so'ndirmaslikni alohida holat deb hisoblayman. Shunga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 11-martdagi bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PP 6186 son farmoni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 6-dekabrdagi uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash hamda Toshkent shahrida boshpanasiz va og'ir turmush sharoitiga tushib qolgan fuqarolarning yashash sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlar to'g'risidagi 737 sonli qaroriga muvofiq tumanda ayollar daftari ro'yxatiga olingan 2 nafar xotin-qizlarni ijtimoiy uy-joylar bilan ta'minlash yuzasidan Hasan va Gulnora Ahmadjonovni